Bilasizmi? O'lim bilan oxirat yo'qotish nima? Inson uchun eng og'ir judolik bu oxiratni yo'qotish. O'limni o'zi qo'rqinchli emas. Undan keyin keladigan dunyoni yo'qotish, oxiratni yo'qotish qo'rqinchli. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytganlarki, banda qanday yashasa, shunday o'ladi. Qanday o'lsa, shunday tiriladi. Kishilar o'ladi. Allohni zikr qilib, namoz o'qib, pok yashab turgan holda joni olinadi. Ba'zan undan ham fazilatga erishgan bandalari namozda, sajda ustida, tavof qilayotganda joni olinadi. Kishilar borki, dunyoni matohini talashib, odamlarga zulm qilib, ularni haqlarini talon-taroj qilib yashagan holda, fahsh ishlarni qilib turgan holda jonlari olinadi. Undan ham battarroqlari bo'ladi. Shunday kishilarki, aynan ularning joni gunoh qilayotgan ustida olinadi. Va har kim qiyomat kuni o'z ahvoli bilan tiriladi. Ammo bandalar Allohning rahmatidan noumid bo'lmasin. Allohning rahmati keng. Insonni toki joni bor ekan, umri bor ekan, Allohning rahmatidan noumid bo'lmaydi, tavbaga shoshilish kerak. Chunki Allohning rahmati bandaning gunohidan ulug'dir. Allohning rahmati bandani kechikishidan kattadir. Bandani qo'rquvidan ham Allohning rahmati kengdir. Alloh taolo Qur'oni Karimda: "Ey o'zlariga zulm qilgan bandalarim, Allohning rahmatidan noumid bo'lmang" degan.